Mana kech ham tushdi, uxlaydigan vaqt bo'ldi. To'xtab turinglar. Sal qolsa quduqqa tushib ketayotgandim. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Kompot va mening uyqusiragan videomga xush kelibsizlar. Gap shundaki, men juda charchaganman. Qolaversa ko'chada allaqachon tun tushgan. Uxlashga tayyorgar ko'rish vaqti. Qiziq, nega aholi ko'chada? Odatda bu vaqtda hamma yashovchilar uxlayotgan bo'lardi. Men hammadan kech o'taman, lekin bu yerda aholi hali hamon ko'chada. Hozir esa chamasi soat 11lardan oshgan. Chunki ular doim zombilardan qo'rqishardi. Bu yerda esa bemalol ular sayr qilib yurishdi. Mayli, ana u yerda ham odamlar bor. Qaranglar, kelinglar nima bo'layotganini bilaylik. Xo'y, yashovchilar, nega uxlamayapsizlar? Xo'y, yashovchilar. Hoy, yashovchilar. Salom Kompot, biz anomal kechada uxlashni xohlamaymiz. Nima kechirasiz, qanday kecha? Anomal kecha Kompot, bugun uxlamaslik yaxshiroq, chunki nima sodir bo'lishini noma'lum. Hech narsaga tushunmayapman. Xo'y, yashovchi zombilarchi? Kompot, anomal kechada uxlagandan ko'ra zombilar bilan jang qilgan afzalroq. Yashovchi, balki menga anomal kecha nima ekanini tushuntirib berasizlar. Kompot, bunday kecha 15 yilda bir marta sodir bo'ladi va u ketma-ket 5 kun davom etadi. Ya'ni to'xtanglar, qandaydir noyob kecha 5 kun ketma-ket davom etadi. Hammasi to'g'ri. Kompot, agar sen bu kechada uxlashga yotsang, yo o'zing, yo uy, yo karavotning la'natlanadi. La'natlanadi? Bu qanaqasi? Qishlog'imizda yashil kiyimli bir yashovchi bor. U bir marta anomal kechada uxlashga yotgan. Bilasanmi bunga nima bo'lgan? U oyda uyg'ongan. Xo'y, yashovchilar nimalar deyapsizlar? Mana Kompot senga kulgili, unga esa umuman kulgili emas edi. Mayli, yaxshi. Bu kechada bemalol uxlamaysizlar. Bu axir jinnilik-ku. Kompot, biz chidashga harakat qilyapmiz. Bu qandaydir safsata-ku, 5 kun uxlamaslik. Axir aqldan ozasizlar-ku. Qizil kiyimli yashovchilar taqdirlari takrorlangandan ko'ra bu yaxshiroq. Bir marta shunday yashovchi bo'lgan edi. Bilasan bunga nima bo'ldi? Anomal kechada uxlashga yotgan edi. U naq peshonasiga yana bitta burra o'sib chiqqan. Tushunarli, yashovchilar, sizlar allaqachon aqldan ozsizlar shekilli. Mayli, bo'pti, xayrli tun. Kompot, xatoga yo'l qo'yma. Bola, qarochi nimalar deyapti ular. Shuning uchun do'stlar, kelinglar, har xil safsatalarga quloq solmaymiz va tezroq o'qishga o'tamiz. Mana kratimni qulay qilib joylashib olaman. Hozir nima bo'ldi shekilli, bu yoqda meni rosa qo'rqitib yubordi-ku. Xo'p, mayli. Hammasi joyda. Hozir nima bo'ldi shekilli, bu yoqda meni rosa qo'rqitib yubordi-ku. Mayli, hammasi joyda do'stlar. Hech qachon anomal kecha yo'q. Hammasi yaxshi. Tinch yotib uxlar. Endi esa aniq uxlashga ketyapman. Hammaga xayrli tun. Men men uyg'ondim. Do'stlar, men uyg'ondim. Kecha yashovchilar meni rosa qo'rqitishgan edi. To'xtanglar, nega deraza o'rti bunchalik yorug'? Tushunmadim. Hatto ko'zlarim ham qamayib ketyapti. Nima bo'lyapti? Bu qanday hazilmi? Shoshmang, derazani ochib ko'raychi. Bu nima, lavami? Jinursin, to'xtang. Lava? To'xtang, bu meni jinursin do'stlar, lavami? To'xtang, bu meni uxlayapman. Aniq bu tush katta ehtimol bilan. Bularning hammasi tushimga kiryapti. Nima uchun kutish mumkin edi? Yashovchilar meni qo'rqitishdi. Mana natijada dahshatli tush ko'ryapman. Jinursin. Bu lava xuddi yonayotgandek. Juda kam jonim qoldi. Yo'q, tezroq. Atiga ikkita jon qoldi. Yo'q. Atiga ikkita jon qoldi. Do'stlar. Mani hayot olov o'chdi. Juda yaqin qolgan edi. To'xtanglar, bu haqiqatmi shunda? Bu qandaydir manlik. Shunchaki tunda uxlashga yotdim va uyg'onib uyimning atrofida lava ekanini ko'ryapman. Yo'q, menga tomga chiqishim kerak. To'xtang, bu yaxshi g'oya. Shunda nima bo'layotganini tushunaman. Hozir toshni sindiramiz. Hozir tepaga chiqaman. Afsuski, menda ortiqcha bloklar yo'q. Qani tepaga chiqib ko'ramiz, nimalar bo'lyapti. Demak, la'natlangan kecha hali hamon bor ekan. Shekilli, bularning hammasi haqiqat bo'lgan. Men fikrimdan qaytdim. Tan olaman, xato qildim. Men 13-qishloqli songa qaytishni xohlaman. Bekorga yashovchilarga ishonmadim. Bu o'zi qanday jon, koordinatalar, orqaga qanday qaytaman? Jinursin.
Do'stlar, qanday ahmoqxonagarlik. Men uxlamasam bo'lar ekan. Xaritada qayerda ekanligimni ko'rmoqchiman. Qayerdadir juda uzoqdaman. Bu axir 13-chi qishloq emas. Bu 13-chi qishloqdan juda uzoq koordinatalarda tinchlanamiz. Do'stlar, tinchlanamiz. La'natlangan kechaga borligini tushundim va qolgan 4 kun davomida uxlashga yotmayman. Bola qo'rqib ketyapman o'zi. Nima bo'ladi endi? Jin ursin. Tezroq uxlab keyingi kunni ko'rishim kerak. Jin ursin do'stlar, la'natlangan kecha borligini endi ishondim. Boshqa bu yerda yotib qolmaslik kerak. Uxlashga yotmayman. Bu yerdan qandaydir chiqib ketishim kerak. Nega aynan lava okeani? Nega suv emas? Shunchaki yog'ochdan qayiq yasab suzib ketargan bo'lar edim. Endi qanday qilib chiqib ketaman? Mayli, hozir gap bo'lar, chora toplar. Mana tayyor. Men aytdim-ku, chiqib ketaman deb. Demak, chiqib ketaman. Xo'p, mana bu do'stlar, o'zimga mana shunday qayiq yasadim. Bu maxsus himoyalangan qayiq. Men uni tosh bilan o'rab chiqdim. Yaxshi, juda soz endi. Agar qayiq yasa olmasam, suzib keta olmayman. O'yla, balki 13-qishloqchaga yo'l qurib borarman, lekin menda yetarli bloklar yo'q, hatto bir chelak suv ham yo'q. Bo'lmasa suvni cheksiz quyib, quruqlikdan borib olardim. Boshqa variantlar bo'lish kerak. To'xtang, nega kalla ishlamayapti? Hozir bizda anomal kecha, ya'ni agar keyingi kechaga uxlab yotsam boshqa joyda paydo bo'laman, lekin bu aniq emas, juda xavfli, qandaydir kislotali tsunami ichida yoki juda xavfli ballonlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Buni xohlamayman, lekin bu yerda qolishni ham istamayman. Mayli do'stlar, tavakkal qilamiz. Shunchaki bugun uxlashga yotaman va boshqa joyda uyg'onaman deb umid qilaman. Bu lava dunyosida arang chidayman. Chunki bu yerda qishloq aholisi iloji yo'q. Kunduzi ichida bo'lmas darajada issiq. Hozir ham issiq. Qanday uxlashni bilmayapman. To'g'risi, bu juda hayajonlanyapman. Uxlashga yotaman va qayerda uyg'onishim noma'lum. Hozir anomal kechalar bo'lgani uchun menga nima bo'lishi ham noma'lum, do'stlar. Lava dunyosi tun qanday ko'rinishini bilasizlarmi? Mana shunday, juda g'alati. Mayli, chiroqni o'chiramiz. Garchi shundoq ham yorug'lik bo'lsa ham, bir amallab uxlashga harakat qilaman. Umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Xayrli tun do'stlar. Yaxshi yotib uxlaganim yaxshi. Xo'p, mayli. Xudoyim, bu nima? Jin ursin. Men tezroq yotib uxlashim kerak. Do'stlar, hech nimani o'ylamasligim kerak. Qani uxlaymiz. Men qayerdaman? Endi lava dunyosida emasman. To'xtanglar do'stlar, bu 13-qishloq shekilli. Bir atrofni yaxshilab qaraymiz. To'xtanglar do'stlar. Ha, do'stlar, bu 13-qishloq. Ha. Tezroq qishloqlarni topishim kerak. Qayerda qishloqlar bor? Jin ursin. Nimaga men balanddaman? Do'stlar, nima uchun? Pastga tushishimiz kerak. Jin ursin. To'xtanglar, vozni eshitlamsizmi? U yerda kompotga o'xshagan kimdir bor. Men qayerdaman o'zi? Qandaydir balandlikdaman. Yashovchilar, men sizlarni eshityapman. Kompot u yerga qanday chiqib qoldi? Tez pastga tush. Bir soniya, men qayerga chiqib qoldim? Qishloq chegaralari tepasida, u yerda uying bilasan nima qilyapsan? Kompot, men uxlashga yotgan edim. Ura, men kerakli joydaman. Yashovchilar, qochinglar, men suvga sakrayman. Qulab tushsa zo'r bo'lar edi. Xo'p, qishloqlar, sen nima anomal kechada uxlashga yotganmiding? Biz seni mumkin emas deb aytgan edik-ku. Birinchi marta uxlashga yotgandim va bilasizlarmi qayerda uyg'ondim? Lava dunyosida. Nima, rostdanmi? Men ikkinchi marta uxlashga yotishga majbur bo'ldim. Aks holda u yerda abadiy qolib ketishim mumkin edi. Kompot, sen juda oson qutulibsan. Qanchalik omading kelganini tushunyapsanmi? Ha, omadim kelibdi. Lava dunyosida uyg'onibman. Yo'q, Kompot, tushunmayapsan. Agar ikkinchi marta uxlaganda boshqa xavfliroq joyda, hatto do'zaxda uyg'onishing mumkin edi. To'g'ri, men ham bu haqida o'ylagan edim. Yana 13-qishloqda uyg'onganing sening baxting. Ha, rostdan ham omadim keldi. Yana qishloqdaman. Rahmat. Qolgan 3 kecha umuman uxlamayman. Albatta uxlamaysan, chunki hozir uying cherkov tepasida. Barchasi tushunishi kerak. Ha, hozir shunday qilyapman. Bu juda dahshatli bo'ldi. Bugun Minecraftda anomal kechalar borligini bildim va boshqa hech qachon bu kechalarda uxlamayman. Atigi 3 kun qoldi. Men chidayman. Faqat savol, bu uyni cherkov tomonidan qanday tushiraman? Har bir blokni bittalab buzib chiqishim kerakmi? Men bunga tayyor emasdim. To'xtang. Bu qanday g'alati ovoz? Menga yoqmayapti.
Kampot, tezroq bo'l. Hozir uy buzilib ketishi mumkin. Hozir do'stlar. Oldindan tezroq tushirishim kerak. Sekingina. Oyog'im. Yaxshi, hammasi yaxshi. Hozircha barchasi tushunarli. Tezroq bo'l, Kampot. Hozir mana buni barcha narsalarimni olib olay. Mana bu cherkovni buzishim kerak. Bu bloklarni bittalab buzib chiqgunimcha